To'ronida porosati yo'q. Ya assalomu alaykum, iftorlikka chaqirgan voliday muhtaram, qandaysiz? O'zingiz sport berib deb uyalib. O'zingiz 80-70-yillari mahallani aytgan yoshlardan bo'lgansiz. Hozirchi yana shirinlikni qichig'ini olib keldim. Hozir sizga bersam, siz opikularingizga tarqataverasizda, men mashhurman Xolida deb. Hozir o'zim kirgandan keyin tarqataman, xo'pmi? Davay. Dada ko'rdi, mososramasa archar orqasidan chiqing. Dada porosatan vijillagan, sizda vijillagani qurtga o'xshab ketgan. Mo'lar ro'zador demaysiz-a? Endi o'g'lim uzr, men ozgina mazam yo'q edi. O'zi ambulatoriyaga admin bo'ladigan bo'libsiz. Moshinlashingizni qarang, yeysiz. 10 minut sabr qiling, hozir kiradi, yeysiz hamma bilan. Endi kuyov bola iftorlikka nima olib keldingiz? Mo'ni olib keldim, mo'ni. Ko'zni ochtirib oldi, dada, boring oyog'ingizni yuvib keling. Bo'ldi-da kuyov bola. O'zingizdan ketmay, hamma oxirgi paytda bezib bo'lib ketyapsiz. Indamagan sari chegaradan chiqyapsiz. Chashirasiz, erkalab ketdingiz, ipingizni. Boring, oyog'ingizni yuvib keling, davay. Bigon bilan zangil bo'ling, davay.